Bugun sotuvda narxi hamyonbop, holati ham yaxshi holatdagi Ravon mashinasi sotuvga keldi. Kuzov qismidan ko'rishingiz mumkin, juda ham yaxshi holatda turibdi. 4 ta yumshoq balon taqilgan. Mana shu yerda kichkina joyiga kraskasi bor dedilar, qolgan joylari top-toza dedilar. Ko'rishingiz mumkin, mashinamizni holati yaxshi holatda, o'z bagaj qismini ham ko'rsatamiz. Metan gaz ballonlari bor. Mashinamiz metanda ham benzinda yuriydi. Mexanika bo'ladi. 2019-yil yurgani esa 115 mingta yurgan. Tashqi holatini ko'rdingiz, hozir salon qismini ham ko'rsatamiz. Mashinamiz yaxshi holatda. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Mejigar pultlari bor, video registratori bor. Salon qismi ham juda ham shinam holatda. Torpedga, obshivkasiga ahamiyat berasiz. Mashina yaxshi holatda haydalgan bo'lsa, shunaqa tiniq holatda bo'ladi. Monitor qo'yilgan. Yo'q, ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mexanika barlari bor. Xo'p, chexolga ahamiyat berasiz. Evakor rezin poliklar qo'yilgan va bu yerda monitor ham qo'yilgan. Xullas, mashinamiz haydashga tayyor holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Konditsionerlari ishlaydi. Xullas, mashinamizni salon qismi ham yaxshi holatda turibdi. Mashinamizni narxini egalari $7,700 dedilar. Sizni obunachilaringiz uchun oxirini 7,5 mingga beraman dedilar. Ko'rishingiz mumkin. Pastga nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, mashinani baraka qilishingiz mumkin.